Bilimingizni tekshirib ko'ring. 9% odamlargina bu testni xatosiz o'ta oladi. Video davomida men sizga 8 ta mantiqiy topshiriqlar ko'rsataman. Nechta bosqichdan o'tganingiz haqida kommentariyada yozib qoldiring. Ko'raylikchi, kim ko'p to'g'ri javob topar ekan. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi bosqich. Diqqat bilan bu topshiriqqa qarang va 20 soniya ichida o'z javobingizni ayting. To'g'ri javob 29. To'g'ri topgan bo'lsangiz, like tugmasini bosing. Ikkinchi bosqich. Bu rasmda qaysi raqam tushib qolgan? Topib ko'ring. Tushib qolgan raqam bir raqami. Siz buni bir urinishda topgandirsiz, lekin 20% odamlar bir urinishda topa olishmaydi. Uchinchi bosqich. Javobi to'g'ri bo'lishi uchun bitta gugurt cho'pini olib, uni joyini almashtiring. Plyusdan bitta gugurt cho'pini olib, uni 3 raqamiga qo'ysak, berilgan misol to'g'ri bo'ladi. 4-bosqich. Bu piramida nechta shardan iborat? Diqqat bilan qarang. Siz piramidani faqat oldi qismini ko'rmoqdasiz. Agar sizning javobingiz 30 ta shar bo'lsa, siz to'g'ri topdingiz. Bittalab sanab ko'rsangiz, ularning soni 30 ta. 5-bosqich. So'roq belgisi turgan uchburchakda qaysi raqam bo'lishi kerak? To'g'ri javob 2. 5 raqamidan 4 ni ayirib, uni 2 ga ko'paytirsak, uchburchak ichidagi raqam kelib chiqadi. Keyingi bosqichga o'tishdan oldin kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni so'rayman. Shu kabi qiziqarli videolardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Qani davom etamiz. 6-bosqich. Diqqat bilan bu rasmga qarang. Bir vaqtning o'zida nechta telefonni zaryadkaga qo'ysa bo'ladi? To'g'ri javob 10 ta. Keling tekshirib ko'ramiz. 6 ta udlinitildan bittasini simi yo'q va yana bittasini simi uzilgan. Bitta rozetkali udlinitilni ishlatish foydasiz. Bizda 3 ta udlinitil qoldi. Ulardagi rozetkalar soni 13 ta, lekin bitta rozetka brak va 2 ta rozetka udlinitillarni o'zaro ulash uchun xizmat qilsa, shunda 10 ta rozetka qoladi va 10 ta telefonni zaryadkaga qo'ysa bo'ladi.
Bugungi mantiqiy topshiriqlar shulardan iborat edi. Kommentariyada nechta bosqichga to'g'ri javob berganingiz haqida yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.